Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mana pechkamizni, ikkita uyda istalgan pechkamizni bitish jarayoni. 1.5 lik bo'ylari. Bunisi 1.5 bo'yi, oldi o'choqligi bu. Oldi orqasi to'rlik bo'ladi. O'tiradigan joyi to'rlik bo'ladi mana. Tomi to'rlik bo'ladi. Yonboshi, orqa duxovkalari 2x2 bo'ladi. Uni 2x2 bo'lish sababi mana qora kuyganlikdan bo'ladi. Effekt yaxshiroq beradi, issiqda. O't tegmaydi bu yoqlariga. Asosiy joylari qalinroq bo'ladi. Zakasiga qarab yana qalinlashtiriladi hali. Kimgadir qanaqa material yoqsa, pechkalarimiz mana orqasida reshotkalari bo'ladi. O'ta sifatli, o'ta go'zal. Mana chahlariga baho berib berasizlar. Bunimizni shu turishini 1.450.000 so'm berdik. Kraskasi bilan 1.550.000 so'm. 100.000 kraskasiga qo'shiladi. Kraska bonus sifatida. Biz bu pechkamiz 1.450.000 so'mga birov deymaydi. 1.800.000 shunaqa atrofida bu pechka. Biz endi buni arzonroq qilib qilyapmiz. Birinchi qo'l o'zimiz qilamiz. Kimga zakaslar kerak bo'lsa telefon qila olasizlar bemalol. Garantalari hamma yo'g'i bor. Javob beramiz pechkaga. O'rnatadigan ustalarni ham o'zimiz nomerlarini beramiz. Zo'r qilib hali bezatkasi qilib beradi. 2-2 ovora bo'lmaysizlar. Xudo xolasa. Mana bu pechkalarimiz, bunaqalari bo'yi 1.5 lik oddiylari mana. Bularimizni shu turishini 1.100.000 so'mdan beryapmiz. Kraskalangan, tayyor, mana streshlangan. Ishlari hammasining orqasida reshotkasi bor. O'ta go'zal, sifatli. Chahlari ham o'ta tiniq. Mana bularimiz 1.30 lik bo'yi, oldi o'choqligi bular. Mana 1.30 lik oldi o'choqsiz oddiylari mana. Kraskalangan, tayyor. Mana shu holatda boradi uylarga. Zakas bersanglar, arzon qilib, hamma yo'g'ini cho'tki qilib beramiz. Garantiya hamma yo'g'i bilan javob beramiz. Inshaalloh parod qilmaydi. Yaxshi pechkalar. Aloqaga chiqa olasizlar bemalol. Xohlagan pechkalaringizni qila olamiz.